Nurmat Imomov yana sizlar bilan. Assalomu alaykum. Endi esa Mahmud Xo'ja Behbudiyning Padarko'sh dramasini o'qib yozilgan she'rini havola etaman. Shira bosib manqurt boylar ko'zini, ma'rifatdan olib qochdi o'zini. O'qimadilar o'qiganlar so'zini, ilmsizlik balo bo'ldi boshiga. Oqibatni qilmish qidirmish bo'ldi, ko'zi ochib ko'rmagan mudhish ish bo'ldi. Ota qurbon, o'g'il padarkush bo'ldi, ilmsizlik balo bo'ldi boshiga. Tarbiyasizdan chiqib ketdi o'g'il, jaholatning tub-tubiga yetdi o'g'il, o'z otasini umrini xazon etdi o'g'il, ilmsizlik balo bo'ldi boshiga. Nur Muhammad uchib dunyo moliga, tushmasin hech kim tangri qullar holiga, oldi jazo yarasha moliga, ilmsizlik balo bo'ldi boshiga. Nurmat Imomov, Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani.